Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli kanalimiz obunachilari, YouTube kanalımıza xush kelibsizlar. Bugun sizlarga navbatdagi uylardan yarim plan 2 qavatli Yevro remont etilgan hovli joyini e'tiborlaringizga havola qilaman. Bu bizani yurgan yerimizni tushuntirib o'tadigan bo'lsam, bu yo'limiz obodnaya yo'l. To'g'ri ketsak Sanjar to'yxonaga chiqamiz. Agar kenimizga qaytadigan bo'lsak, aeroportni yo'lini olib chiqadi bu yo'l aziz do'stlar. Shu yo'lni ikkinchi ko'chasidan girib boramiz. Endi ko'rib turibsizlar, ikki deb yozilib turibdi. Ikkinchi aylanmadan giradigan bo'lsak, shu ko'chaning to'rinda joylashgan uy ekan. Shuni yanına borib video rolikimizni davom qildiramiz. Bundan oldin sizlarga yana bir narsani aytib o'taman. Bu yon tarafimiz sport kolleji do'stlar. Yerdan yop o'tgan. Bu territoriyada suvdan, svetdan, gazdan muammo yo'q, avtobus transportdan ham muammo yo'q. Xullas, video rolikimizni uyini oldina borib davom ettiramiz. Ishi ikkinchi ko'chadan girib boramiz. Hurmatli kanalimiz obunachilari, mana uyini oldina yetib keldik. Shunday uglovoyda joylashgan uy ekan, 2 qavatli, balkonli. Endi xudo xolasa ichi-dechi davarakini bir qator ko'rsatib tanishtirib o'taman. Bu yerina fasad qismi balkonuna ega. Bu yerida yana shunday xuddi arqa tomoni bog'lari boshlanib ko'rsatib o'taman. Shu tomondan girib keldik. Ko'rgan bo'lsangizlar, Obodnoydan ikkinchi ko'chadan girib kelinar ekan. Joyimizni yonboshi. Yenglikini ko'ringlar, bemalol bir narsani tushuntirib o'tamiz. Hozirgi vaqtda ish o'racha bemalol o'rab olib bog' atsangizlar bo'ladi ekan. Bu yeri chizdirib olingan, sxemasida ko'rsatilgan. Yana bu yerda o'zini kanalizatsiyasi çok yetib tuzilgan ekan. Yaxshigina pul chiqqan ekan bunga. Beton quyilib, çok yetib tayyor holatida turibdi. Bu eshikdan bog' tomon girib chiqsa bo'ladi. Hozir ichandan girib tushirganda ko'rsatib o'tamiz buni. Shunday uglovoyda qurilgan joy. Ve местоположение zo'r. Tinch, spokойный yer. Algan odam azzatib yashaydi. 100% remontdan chiqqan, Yevro remont etilgan joy bu. Hozir o'zlaringiz ham yana ichana girsak, ko'rib guvohi bo'lasizlar. Shu zinalardan chiqib borib, shu eshikdan ichana giramiz ekan. Şimdi moshni eshiklar qo'yilgan, usti balkon. Shundan girib boramiz. Prixожий qismi. O'lish uskunalari o'rnatilgan. Xullas, aziz do'stlar, bu uyimizda eng yaxshi sifatli narsalar ishlatilgan. Gelib ko'rsangizlar, o'zlaringiz ham guvohi bo'lishlaringiz mumkin. Qo'llaridan boshlazagina taxta joy pollaklar urilib, shikarniy tip qaqqanlar holni. Yine bir yere prixожий qismi. Mana bu yerdan girib keldik. Girganimizdan chap qo'lda qo'l yuvish uskunalari. Hurmatli obunachilar, shunday like'larni bosib bizani qo'llab-quvvatlab tursanizlar, xudo xolasa sizlarga bundan ham zo'r joylarni ko'rsatib, tanishtirib boraveramiz. Shunda bu yerina qo'l yuvish uskunalari dedik. Naporlar yomon emas. Mana bu yerda o'zini shaxsiy lichniy stabilizator ham o'rnatilgan ekan. Birga yerimizda radiatorlar ham urilib o'tilgan. Xullas, qish kunlari joyimiz issiqqina bo'ladi. Şimdi aboylar bilan remont qilingan joy. To'g'riga o'tadigan bo'lsak, bu yerda shunday dalonchasi chap tomondan ikkinchi qavatga chiqiladi. Zinadan yana bu yerga dalon qismi. Xo'p.
Zinamizni teng har doimgidek kaldovka vazifasini bajarib turibdi. Narsalaringizni qo'yib qo'ysanizlar bo'ladi. Hozircha eshikni beklab qo'yamiz. Hurmatli mijozlar, bu hovli-joyimizni narsalari olib ketiladi. Mebellaringizni o'zlaringiznikini akkalib, havola-havoslaringizni do'shab yashab ketaverasizlar. Dokumentlari 100% tayyor holatda turibdi. Oldingizda Xudo xolasa bir zumda o'tirib beriladi. Berinda ikkinchi qavatga chiqiladi. Ikkinchi qavatini sal durib yurib o'tamiz. Balandligini ko'rsatib o'taman. Balandligi yomon emas joyini. Yana berimizda zal qismi 4 ta 6 lik zal tushgan. Hozir bir ilik ekan. Shuning uchun yuqorgi qismini ko'rsatib o'taman. Birinchi qavati 100% aboydan chiqqan ekan. Eshiklarni to'xtaladigan bo'lsak, eshiklar shunday qimmatbaho zamonaviy zo'r eshiklar o'rnatilgan ekan. Shunday do'stlar, yana prixo'ja qismini ko'rdik. Dalonini ko'rib oldik. Berini kelgan vaqtlaringiz o'zlaringiz ko'rib olaverasizlar. 4 ta otalik katta zal tushgan. Aboylardan chiqib turibdi. Bundan katta koridordan keyingi xonalarni o'tiladi. Birinchi chap tomondagisi sanuzel. Kafening 100% cho'qliq etilgan, issiqqina bo'ladi. Mana shunda shikarni remont qilingan, ajoyib yuvinish xonasi. Bu yerda veshokkalari, polotsensa asish uchun spetsialniy jihozlangan. Bu yerda smesitillari, vannalari, unitazlarga quyma sinab qo'yilgan ekan. Xullas, uyutni ajoyib shikarni remont etilgan sanuzel yuvinish xonasi. Eshiklarni yana bir to'xtalib o'tsak, eshiklari juda ham bir sifatli ajoyib ekan. Kelsangiz o'zlaringiz ham ko'rib bilib olasizlar. Yozuvga aboylar qilgan, aboylar ham yomon emas. Shunda sanuzelning bayonida yozuvga kuxnyasi tushgan ekan. Kuxnyasini ham kattaligi yomon emas. Razmerlarga to'xtaladigan bo'lsak, 4 ta 4 lik kuxnyamiz do'stlar. 4 ta 4. Oynasi bog' tomoniga qarab tushgan. Bog'ini ham sal turib ko'rib o'tamiz. Hovli joyimizda 100% avtonomli isitish sistema o'rnatilgan. Uyni bemalol qizdirib biladi. Yana ko'rsatib o'tamiz. Mana shu kotyol uyimizni 100% qish kunlari issiqqina etib saqlaydi. Radiatorlar ham yana mo'shni alyuminiylardan qo'yilgan. Aytib o'tganimizdek, hovli joyimiz jihozlarsiz sotiladi. Kafelar ham bo'lgan ekan. Suv, svet, gaz, u narsalardan beda umuman muammo yo'q. Endi keyingi xonasini o'tamiz. Yandan keldigan qo'llarni ko'rib olishingiz mumkin. Ajoyib taxta bo'latilgan ekan, loqlar bo'yalib, chiroyli holatda turibdi. Ina belinda zalning orqa tomonida bir spalnya tushgan. 4 metra salkam 4 metrlik ichki spalnya. Biri fon edilgan. Spetsialniy svetlar ham cho'qlisidan tanlangan, chunki bir spalnya xona bo'ladi. Shunday sara svet beradigan cho'qli rang bo'lsa, odamning tezroq uyqusi keladi ekan. Shuning uchun ham spetsialniy fon ham, shunday lampochkalar ham shunga moslashib etilgan. Hali bu hovli joyimizda yashalmagan desak ham bo'ladi. Har vaqtdan kelib, sirib supurib, tozalab turadilar. Sevib olib ketiladi. Shunda spalnya xonasini ko'rdingizlar. Yanında 4-6 lik katta zali ham bor. Aziz do'stlar, endi eshiklardan bog' tomoni o'tiladi. Bog'ini ham ko'rsatib o'taman. Eshiklarni ko'rib olamiz. Damir mustahkam eshiklar o'rnatilgan. Endi bog'ina keladigan bo'lsak, yana ko'rib turalaringiz letniy kuxnyasi, barbekyu zona aytib bersangizlar ham bo'ladi.
Birinde yine kol yuvish uskunaları ham o'rnatilgan. Undan tashqari ikkita bir de xona ajratilgan. Xonalar ham yomon emas, doğru yashasa bo'ladi. Men ham ko'rsatib o'taman. Shuning tushib boradigan bo'lsak, ish o'rnida bir xona. Bir yerinde yine bemalol narsalaringizni qo'yib, videodan unumli foydalansanızlar bo'ladi. Chetlarni yaqadan olsak, yana polka aytilgan narsalaringizni bemalol qo'yib qo'yaverasizlar. Ajoyib. Xalasanızlar yashaydigan xona etsangizlar ham bo'ladi. Shunda yerini ko'rib oldik. Endi keyingi xonasini ko'rsataman. Ustlari polni shipiratilgan. Ular beklangan. Yine birinde yana bir xonasi bor. Ham kattagina 4-5lik xonasi. Pastlarini ajoyibina linoleumlar bilan döşelgan ekan. Xullas bu yerda yashasa bo'ladi do'stlar. Ikkita qo'shimcha xonasi bor. Xolasangiz boshqacha bir maqsadlarda foydalansanızlar bo'ladi. Endi odam o'zini o'ng'ayina qarab ishlataveradi. Yana bu yerni ko'rsatib o'taman. Bu yerda yana 3 ta katta qozon qo'yilgan. Har birisini alohida o'zi gazi kelgan. Qo'yib bersangizlar, xohlasanizlar bir narsa ishlab chiqarish atsangizlar ham bo'ladi bu yerda. Rakinalar ham tayyor holatda. Yana shuningdek katta bog'ina ega. Videorolikimiz boshida bir narsani aytib o'tdik. Shu eshikni ko'p odam qiziqadi. No eshikda boshida ko'rsatib o'tdik. Shu eshikdan uyning orqa qismidan kirib chiqsa bo'ladi ekan. Ochib ko'rib o'tamiz. Boshida ko'rsatgan bunday kolodjimiz, kanalizatsiya. O'rab olib bu yerdan bog' etib qo'ysanizlar bo'ladi. Territoriya bu yerga chizmada ko'rsatib o'tilgan. Bemalol foydalanaverasizlar. O'rab olib. Qo'ng'ishlar ham ekin-dikin etib chiroylatib o'tdi. İşlerden ham girib chiqsanizlar bo'ladi. Расположениесine umuman gap yo'q aziz do'stlar. Chiroyli ajoyib расположение. Turgan shahar aeroportning yonida joylashgan 2 qavatli uy. Yine bir qo'shimcha son o'zi hojatxonasi bor. Bu yerda rakovina qo'yib bersangizlar, pul yuvish uskunasini mana foydalansanizlar bo'ladi. Tayyor. Radiatorlar ham to'shab o'tilgan qish kunlari issiqqina bo'lib turish uchun. Shunda bog' qismini ham aziz do'stlar ko'rib oldingizlar. Barbekü zona ham etsangizlar bo'ladi, shashlik pishiradigan sepchalarni, mangallarni qo'yib, chiroylatib, düzib qo'ysanizlar, do'stlar bilan, yaqinlar bilan kelib, o'sha yerda bemalol ustar kursilarni döşab berib, bayram bazmlarni, tadbirlarni o'tirsangizlar bo'ladi ekan. Endi navbat ikkinchi qavatına aziz do'stlar. İkinci qavatına boshida ko'rsatib o'tdik. Chiroyli zinalardan ko'tarilamiz. Lesnitsalardan zakaznoy xivali ustalar o'tgan ekan. Chiroyliligini qaranglar buni. Shikarni etilgan. Bo'yalgan, tayyor. Juda ham bir sifatli etib etilgan ekan. Ko'rgan odam ko'zi quvonadi. Yerdan chiqdik. İkinci qavatında bizning xonaları ko'p. Hozir birma-bir ko'rib chiqamiz. Eshiklari boshda aytib edik, shu hamma eshiklari bir xil kompaniya yaxshi eshiklardan qo'yilgan. Yana bu yerda bir spalna xonasi, 4'lik bir xona, oyna bog' tomoniga qarab tushgan. Boshida aytganimizda zalni ko'rsatib bilmadik, pastdagi zalni. İkinci etajdagi zal ikkisi bir xil razmerda tushgan. Fakat bu biri ikinci etaja fon etilgan ekan, birinchi etaji abo'y etilgan, remonti boshqacha. Konditsionerlar urg'on, tayyor. Yana shuningdek 4ta 6 dan ham sal ziyodroq razmerdagi zal.
Polunu gördüğünüzde polu başlı zor ekan. Chiroyli yaldirab turibdi. Shunda bu yerda yana xonasi bor. Xonasini ham ko'rib chiqamiz. Bu yerdan bir xona tushgan. Bu yana bir qo'shimcha spalnya xonasi. Hurmatli kanalimiz obunachilari, oyna bog' tomonga qarab tushgan ekan. Xullas, ikkinchi qavatında 3 ta xonasi bor. Xonalardan problema yo'q. Pastda 2 xona, yuqorida 3 xona. Birinde yana sanuzyeli, birinchi qavatga chiqib tushib yurmaslik uchun spesialni ikkinchi qavat uchun tuzilgan sanuzyel. Bunda yana unitazi yangi, yana dush, suv qizdirish apparatlari, qo'l yuvish uskunalari, vakuumlar barchasi bu yerda muhayyo, ajoyib deb tuzilgan. Kafillar ham zo'rindan qo'yibdilar. Xullas, ishimning sanuzeliga ega. Endi yana bir narsani ko'rsatib o'tamiz. Bu hovli-joyimizning fishkasi desak ham adashmaymiz. Shu to'g'rida chiroyli bir balkonimiz bor. Balkonni ham hattoki shu yaxshi eshiklardan qo'ygan ekanlar. Shu balkondan chiqib yuradigan bo'lsak, yana yoz kunlari mendan döşab berib, bemalol shamolda o'tirsangiz bo'ladi. Balkonlar kattagina, ustlari yana shibratilgan. Xullas, shunday balkonuna ega hovli joy. 2 qavatli, 100% remontdan chiqqan. Bemalol kelib döşab, doğru yashab ketaverasizlar. Qaytib o'tganimizdek bir zumda oldingizga o'tirib beriladi. Dokumentlar ham tayyor holatda turibdi. Shunda ikkinchi qavatida yana 1, 2, 3 ta xona, sanuzel o'zi bor, yana 1% ham kattagina. Balkonuna ega, pastida bir zal, bir kuxnya, bir spalnya, sanuzel va bundan tashqari katta bir dalonni ega bo'lajaysiz do'stlar. Hurmatli kanalimiz obunachilari, kimda kim shu joyimizga qiziqqan bo'lsa, boshda shunday chiroylisidan bir zo'r like bosamiz va albatta kommentariyalarda takliflaringiz bo'lsa, tilaklaringiz bo'lsa yozib qoldiraverasizlar. Mulk egasini telefon raqamlarini videorolikni pastida yozib qoldiramiz. Bemalol telefon qilib savollaringizga batafsil ma'lumot olaverasizlar. Kimda kim shunday joyini sotsak bo'lsa yoki shunday joy olacak bo'lsa, bemalol bizga ham murojaat qilishlaringiz mumkin. Albatta, qo'ldan kelganicha yordamini beramiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling.